Nima uchun ko'p odamlar animeni kam baholaydilar yoki yosh bolalar uchun deb o'ylaydi? Anime multfilm emas. Bu madaniyatning alohida qatlami bo'lib, boshqa hech bir janr yoritib bera olmaydi. Ammo nega ko'p odamlar animeni ko'rishdan qochadi? Birinchi sabab katta ko'zlar, ifodali his-tuyg'ular, gipertrofiyalangan animatsiya. Tayyor bo'lmagan tomoshabin uchun bu bolalarcha tuyulishi mumkin. Garchi aslida anime real grafikadan ko'ra chuqurroq his-tuyg'ularni yetkazishga qodir. Ikkinchi sabab stereotiplar. Ko'pchilik faqat Naruto yoki Pokemon haqida eshitgan, ammo anime ko'proq narsani o'z ichiga oladi. Ruhlar falsafasidan tortib, titanlar hujumining shafqatsiz dramasigacha. Uchinchi sabab yapon madaniyati. Ko'pgina tomoshabinlar Gollivudning klassik syujetiga o'rganib qolgan, ammo anime ko'pincha odatiy ssenariylarni buzadi, murakkab axloqiy dilemmalarni ko'rsatadi va ko'pchilik uchun notanish mifologiyadan foydalanadi. Xo'sh, anime o'zi ko'rishga arziydimi? Ha, agar siz hikoyalarning yangi usuliga tayyor